Yo bolalar, hammaga salom sizlar bilan men Xalil Samuray, Amichik va Crazymi? Sakrami turlar bolalar va bexurustchilar, короче, nickdan qo'yib olishgan, bexurustchilar deb qo'yib olishgan. Короче, bolalar, bugungi videomizda biz Amichik bilan birgalikda va ikkita obunachimiz bilan birgalikda juda zo'r o'ynaymiz. Orqaga e'tibor beringlar, orqada nima bor deb, orqada eshitdim-mi? Yo'q, bu cheksizlik maydon, katta maydon. Короче, traktormi keldingmi? O Saturn ham kirdi. Hammasi obunachilar bo'ldi, hamma obunachilar bo'lyapti. Короче, sizlar ham men bilan qo'shilib shunaqa qilib obunachilar bilan birga videoga tushib o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Hamma kanalga obuna bo'lgandan keyin kommentariyaga nicklar yozib qo'yinglar. Men har bitta videoda 5 ta randomning eng omadli bo'lgan darajaga qo'shaman bolalar. Har bitta videoda. Bolalar, hozir men o'tgan videomizda eng omadli 5 ta obunachimni tanlab olib, o'zimni darajamni qo'shaman. Qanunda boshladik, bolalar shartlarni tushuntirib o'taman. Juda ham oddiy. Qanday videoga like bosasizlar, hamma kanallarga obuna bo'lasizlar. Hamma kanallarga obuna bo'lgandan keyin kommentariyaga obuna va like bosib nicklar yozib qoldirasizlar. Shartlari shunaqa. Endi like bosib obuna bo'ldim. Arturni ko'ramiz. Birinchi eng omadli obunachimiz. Druziya tashlaymiz. Artur 9999. Arturga do'chashalik birinchi omadli obunachimiz. Obuna bo'ldim. Hamma kanalingizga like bosdim. Frezv 04. Frezvni Druziya qo'shdi. Ikkinchi omadli obunachimiz. Sraz Druziya qo'shildi. Bolalar ko'rdinglar. Assalomu alaykum, obuna bo'ldim. Elnoza obuna bo'libdi. Druziya qo'shamiz. Elnoza 3-chi obunachimiz. Obuna bo'ldim, like bosdim. Qo'rquv. Qo'rquv. 4-chi omadli obunachimiz bolalar. Jahongir 10-11 5-chi omadli obunachimiz. Jahongir 10-11 Druziya qo'shamiz. Obuna bo'ldim, like bosdim. Kamron 6-chisi mana 5-chi ham emas, 6-chisi bo'ldi. Obuna bo'ldim, like bosdim. Samuraydan Druziya qo'shamiz bolalar. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana Samuray bolalar. Samuraydan Druziya qo'shdim bolalar. Mana u Samurayni ham. Bo'ldi bolalar. Keyin like bosdim. Nox Profit mana 7-chimi, 8-chi obunachimiz dash bolalar. Men 5 emas, undan ham ko'p. Bolalarga durust tashlayapman. Qani yana kim bor? Qani obuna bo'ldim. Like bosdim. Nick PUBG Legend. Mana 10-chimi, 8-chimi, 9-chimi, 10-chimi, nechinchi? Hozir yana bitta bolaga durust tashlaymiz bolalar. Nima bo'ldi bu? Simonni ham durust tashlaymiz bolalar. Bo'ldi, Simonga ham tashladim bolalar, yana Javohirga ham tashlaymiz bolalar. Shuncha bolaga durust tashladim bolalar. Sizlar hamma durust qo'shilmoqchi bo'lsangiz videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, challenge'imizni boshladik. Hamma obunachilar bilan birgalikda. Bu yerda biz traktor qilishimiz, remont qilishimiz, traktor qurishimiz va biz bu traktorda haydab turib, o'tlarni kesib turib pul ishlashimiz kerak. Короче, bu men traktorim bolalar. Endi menda $91 pul bor. Bu $91 ga hozir men bunaqa benzin sotib olsam bo'ladi yoki bunaqa g'ildirak sotib olsam bo'ladi keyin yoki bunaqa narsa benzin olamiz. Benzindan ko'proq olish kerak. Keyin vilga pul yetmaydi, mana 4 olamiz. Yaxshi. Blokdan 4 tasini qatlarga joylashtiramiz deylar. Bolalar blokdan 4 tasini bilmadim qayerga joylashtiramiz. Bu yerga joylashtiramiz, bu yerga. Yaxshi, fuellarni esa mana buni ustiga ham yoki orqasiga joylashtiramiz ketma-ket. Bu nima rokker o'stir? Blad. Nima qilib yubordimmi? Biznesa qilib yubordim lekin o'zi ham. Ketdi, короче. Dang. Yaxshi bo'lyapti, debada pulimiz ishlayapti. $34, $38 daraxtlarni chopib ket. Daraxtga urilsa qolar ekanmiz, daraxtga urilmaydi. Da ketdi boshqatdan. Kim uzoqqa borish o'ynaymiz, kim uzoqqa borish. Daraxtga tegma. Ha? Men $70 pul ishlardim. 75 даже. Oy, 80 даже. O'zi boshqa gap, davay. $80 bitta bor kelgan $80 вообще zo'r-ku. Menda $120 pul bor hozir. Endi biz g'ildirak olsak ham bo'ladi, qo'shimcha g'ildiraklarda yoki shredder nima bu? Abazi shredder 100 gras. Bu boyaga o'tlarni qilish, chopish uchun kerak bo'lar ekan. Bizga ko'proq fuel ham kerak. Fuel kerak bizga ko'proq. Fuel. Nimaligini bilasizlar bolalar, fuel kerak, fuel. Yaxshi, g'ildirakni bir mana yerga qo'yamiz yoki bu yerga qo'yamiz. Zo'r. Men 3 ta g'ildirak, men bitta 2 ta g'ildirak. Prikol traktor bo'ldi bu. Lekin tezroq to'nqaylab. Voy, bilan tezligimiz 20 ga chiqadi. Yo'q, 20 ga chiqmadi. Mayli, biz hozir bitta olib kelganda har bittamiz $100 ishlasak ham vaqti zo'r pul ishlaydi. Yaxshi. Voy, $80 pul ishlaganda bu safar $100 qilamizmi? $100 pashapashasta 100 97 bo'lib qoldi maylicha. Atak $122 pulimiz bor, normal. $80. Men $100 ishlayapti bitta deganda. No stock qolmadi fuelga.
No mayli, g'ildirak olamiz, bitta g'ildirak. Yana bitta g'ildirak olamiz. No, men sen hozir biznes qilib bor traktorda. Mana birga joylashtiramiz buni. Yaxshi, g'ildiraklarni bu yoqqa endi bitta 4 ta 3 ta bo'lib qoldi. Ketdi. Bu safar tez yurish kerak. Oy, tezligini qaranglar. Oy, 30 ga chiqyapti meniki. G'ildirakni ko'paytirasan? G'ildirakni ko'paytir deyman, Zaynab. G'ildirak deyman. Balon, g'ildirak desam, benzinmi dedi, voy, bilib qo'y. Da, 100 qilamiz bu safar 100. Yo'q, to'g'ri, yana 90 yutdimi? Mayli. Aha, demak, $100 ga biz nima olsak bularda? Valla fuel olishimiz kerak o'zi biz aslida stok 1,5 minutga, 1,5 minutda biz mana traktorda haydab bir nima qilib pul olishimiz kerak tezroq. Bo'ldi, bizda $200 pul bor. To'g'ri, ko'p emas, lekin biz o'zi shopda restock bo'ldi. Demak, fuel bizga 3 ta benzin keldi. Normal 3 ta benzin 3000. Oy, $3000 pul berdi menga. Voy, bilet. Anaqasiga. Shuncha pul. Men boyman. Clear all. Bilmadim. Benzin olish kerak emas, ko'proq benzin. Balon olsam bo'ladi. $100 ga oldim balon. Strong Shredder. Katta toad glass deyapti. Large fuel. Bitta bilan olishchi 5000 bilan 5000 ta qilish kerak. Nima qilish kerak? Tushunmadim shunga. Mana qilish kerak. Bundan bitta olamiz. Bundan glass block, strong wheel olishimiz kerak biza. Double fuel olsa bo'ladi yana. Keyin bundan olsa bo'ladi. Yo'q, to'xtanglar. Bundan ko'ra biza mana unda olaylik. 10 ta. Keyin bundan olamiz. Hamma narsa olib tashlanaman. Men qayerga qo'ydim? Oy, xudoga shukr, o'sa bo'lar ekan. Ishtonga chivardim bilan. Fay bilat. Biznes narsadan yo'q bo'lib ketdim ekan, chivardim ishtonimga hozir mana. Men to'xtab turdi ukam. Mana shu yerga qo'ysak g'alati bo'lmasmi ekan? Voy, bilet g'alati bo'lib qoldi-ku bu. Qayerga qo'yiladi o'zi, tushunmadim. Bizlarni ustma-ust qo'yib yuboramiz. Strong Shredderda strong betga qo'yamiz. Shredderda betga qo'yamiz. Kerak emas. Double fuelda betga qo'yamiz. Large fuelda betga qo'yamiz. Voy, bilet. Balonni mana betga bitdim, mana betga bitta qo'yamiz. Dang. Oy, strong wheel desa mana birga qo'yamiz. Voy, bilet. Qanaqa figurali ana bo'ldi traktor. Voy, bilet, bu nima traktor sevsiz? Bu 50, bu traktorni joy, bu tushundim, kerak. Bizga kerak emas. Lunar crate nima? Lunar crate tenga beradi? Yo'q, bu robot ekan. Bu crafting nima crafting? Demak. Buchi. Bu bunda 3 ta engine qurish, bitta craft qilsa bo'lar ekan. Biz qo'li bilan craft qilsa bo'ladi bu narsalarni. Craftdan 2 minut super, bunda ikkita super full craft qilib berar ekan. 2 minutda. Bo'pti, bular kerak emas. Biz traktorimizni haydab ko'ramiz. Traktorim tezligi nimaga 20? Men tez yuradi deb o'yladim. Menimcha ko'p narsa tiqib tashlaganimizga ta'sir tezligim. Kuchlimi men tezligim? San o'tib ketdim. Ukam. Menga 150 menimcha. Sen qancha berdi? 130. Men 180. Başta 200 beryapti. Yaxshi, normalni 200 beryapti. Nimaga normalni? Qo'y, normalni-ku. Soqqani yig'amiz hozir, ko'rasan ukam. Day. Hoppa, bu safar bolalar $190. Bu drift qilishim qayerlar bola, drift yomon sizlarga. Da yana azimcha bu tushib ketdim bas, nima qildim? Boost ham bo'ladi aytgancha bolalar. Nitram bor-ku, nitram. Mana nitra bor menda. Mana shuni. 30 tezlik turibdi. Drift qilib beraman bolalar. Boost aniq qolmadi. Aniq o'tsa nima bo'ladi? Ko'proq menimcha aniq qilsa kerak. Davay. Ana mana beri kerak. Kim mana beri? Bu nima bug'doymi? Day, bu yetadi. Mana shu questni bajarsa pul berar ekan deganish. Starter pack. Eventmi? Bu nima böyle narsa olish kerak? Nima olyapmanmi? Stars. Nima? Bilmadim.
Ko'p pul berar ekan, 2x berar ekan. Tez ishlab qolish kerak. Necha qachon tugaydi bu? Event. Tez tugab qolmasin, ish qilib. Voy, bro, 200 dollar ishlayapman. 300 dollar ishladim men o'zi. Voy bilamas, bug'doy yetolmayapman degan qizig'i. Day drift demoqchilar, drift demoq, day. Drift qila olmaylik, pul yig'alik bo'lsa soqqani bosish kerak. 1,5 million bor. Stokda nima bor? Yana ana bormi? Strong wheel kerak bizga, strong wheel dan kerak. Double fill. Davay, yaxshi. Double filldan bitta qo'yamiz, strongdan ikkita qo'yamiz. Strong wheeldan ikkita qo'yamiz. Zo'r. Ketdi, yirtaman endi vallahi. Tezligini qara, tezlikni. Oy. 40 ga chiqib ketamiz hozir, 40 ga. Ya, vay, 40 ga chiqdik bola, 40 ga. Mana ikkita yulduz chaqiraman. Bitta. Ikkita. Bug'doy o'tdi. Bizda bug'doydamiz aka uchun. Voy, daxo'ya pul berar ekan bu. 600 dollar pul ishladim men. Ketdi yana yibamiz. Formanda yettita. Oxirgi zona. Oxirgi zonaga qanaqa borasan? Tuppoymisan? Orqadan yursan, qana yerda yursan? Bola bu aldiyman dedi akasini. Biretishga. Davay ketdi. 10 ta stars, 15 ta stars qilib qaytaya bolalar, davay ketdi. Ana ikkita stars olib ikkita olaylikdi. Boost turamiz, boost day. Hoppa. Yaxshi. Nimani? Bilmadim. O'zi berdi. Menimcha ketingdan kimdir kirish kerak. Men bilmayman. Yine 450 dollar. Bola dahshat pul ishlayapti, eng qizig'i. Day. To'lqa soqqa qilamiz, soqqani bosish kerak ukam. Chaqirmay tur hech kim hech qayerga. Soqqa qilib olayman. Bug'doy zonaga keldi bola, bug'doy zonaga. Yaxshi. Yana bitta yulduz chalay, sitalmayapman. Sitalmam. Armon bo'lib qolib ketdi shu yulduzchalar. Maynecha bolalar. Nima deydi o'sha bolalar? Robux tashab bering. Xorazm nerindansiz? Men Xorazmdanman. Ha. 10 Robux tashab bo'lmaydi-da. Boostda bosta tez ketar ekan u. Men shuni olib, pajalosta, yeta olmayapman. Armon o'y oldi. 15 ta. Pulim 2600 taki. Yemisan? Upgrade for reverse deganda. 15 ta stars qattiq ishlatardi, shunga qiziq. Lunar event. 25 stars ga olsa bo'lar ekan. Lunar crate. Lunar shredder, lunar wheel. Bu qimmat ekanda ular. Bu nima craft edi bu? Bizga ular kerak emas. Bizga mau kerak-da, balon kerak. Balon tez yuradi ham. Bizga fuel kerak. Fuel degani bolalar benzin. Large fuel bor ekan bu yerda. Buni ochish uchun reservation has cut to unlock. Katta kim nima deyapti? Strong shredder. Ay nima gapirdi? Gapirmay tur, hozir to'xtab tur. Mana ochamiz. Hozir to'xtab tur Zaynab. Okey, olamiz. Large fuel o'rga tiqamiz. Ey Zaynab, gapirmay tur. Hoppa, kattalashtiramiz o'sha yerda. Demak, qani stok qachon keladi? Stok. Zerikib ketdi, stok qachon keladi? 4 minutdan keyin. Wheel olishimiz kerak bizga. Shu sayfa qildingiz, okey. Gapirma. Qaramayman chatga. Hoppa. Bitta haydab qo'y, chatda nima bor? Nima debdi? 4 runner space vili. Obunasizman, hamma videoga like bosganman. Addush rahmat. Faster. Давай, tezlik. Oy, 50-60. Fuy, блядь. Ебать. Voy, 200 dollarga tashlab Voy, kod mana pulim qara, 200 dollar edi-ku. Блядь, lunar event tugab qoldi, necha bola. Menga atakman yerda dahshat pul ishlar ekan buni qara. 100 durti tezlik. 100? Eventsiz men ishlayapman sekundiga 400 dollar. Mana complete bo'ldi. Endi mana complete bo'lsa menga 40 ta mana narsa beradi. Chidalmi? Bilmadim. Chabaldingiz.
Qanada ketdi yana azimcha pul ishlaveraylik-da. Soqqani qilamiz hozir, soqqani ukam. Oppa, $400 ishladik bu safar chunki men boost kechroq yoqman. Benzin tugab bo'lgandan keyin. Mana azimcha yana pul ishlaylik bo'ldi. Amirchi ke ukam poygonimiz. Ke ukam bosib ketaman hozir, bashlayni bosib ketaman. Ma, amirchidan traktor ye, qayta to'g'riga. Boost day. Anodan o'tib ketamiz. O'tib ketamiz. Uchishimni qara. Yo, tezlik yetmish. Masaga Saturn. Mana shunda soqqa zo'r beradi. Bug'doy. Ya, $420. Normal bo'ldi. Qaytamiz zonaga. Endi bizda $1800 pul bor. Bunga nima olsak bo'ladi? $1800 ga biza demak, double fuel olsak bo'lar ekan, strong fuel olamiz, double fuel ham olamiz bo'ldi. Keyin shreddermi? Fuel bor, shredder bor, blok bor. Biz double fuel deb tepaga tiqamiz. Qo'yib bo'lmayapti-ku. Click to place this block. Qotdim sanda? Iye, qara qo'yildi. Bilami u. Double fuel mana qo'yamiz. Large fuel desa mana qo'yamiz. Yaxshi. Qani ketdi endi, benzinimiz ancha vaqt yetadi. Da ketdi. Oy, 110 tezlikda keldik biza $500 pul ishlatdik. Ko'rgansizlar $500 pul ishlatdik. Ko'rdingmi traktorimni? Figurasini qara, chiroyli 90-60. O, biznes. 1800. Demak, stok keldim, 1 minutdagi stok kerak ekan. Stok kelguncha azizcha pul soqqani bosib keladi. Sen nima qilading? Ketdi bolalar. Boost yoqamiz, uchamiz. Hoppa, bolalar stok keldi. Ko'ramiz, nimalar keldi stokda. Demak, g'ildiraklar kelgan, double fuel kelgan, strong wheel ikkita kelib olamiz lazım. Strong shredder ikkita ketdi, olamiz lazım. Menga pul yetmaydi afsuski. Strong shredder olaylik-da. Strong shredder, shredder. Buni betiga qo'yamiz. Strong wheel, da ketdi. Wow, yaxshi. Uchamiz. Normalniy. Vallahi $700 bo'lishdik. Shuncha zo'qqa keldik buni qaranglar. Rekord qo'ydik, rekord. Hozirmasa undan zo'r rekord qo'yib beraman qaranglar. Dang! Faqat bitta yo'l bilan ketursak, juda uzoqqa bora olamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga bolalar. Voy bilan bolalar, men urilib ketdim. Mayli, necha boshqatda yana. O'sha rekordni boshqatdan qo'yamiz. Qarab turinglar-da. Faqat to'g'riga ketsam, men uzoqqa boraman. Bu zonadan ham keyingisi, bug'doydan ham keyingisi o'tib ketaman. Qarab turinglar. Men gulga urilib ketdim, bilat. Mayli. Ben hala o'tamiz. Mana yo'q bo'lib ketdi, mana bu yer urib oldim. Mana yo'q bo'lib ketdi. Qani bundan keyingi nima? O'tmi yana? Yoki bug'doydan chiqsak o't ekan yana. Bu dada. Voy! Bu $670. Normal $670. Bitta qo'yib kelganda traktorimiz zo'r pul shotdi. Aha, part shopga kiramiz. Bitta nimalar bor? Demak, bitta large fuel olsa bo'ladi biza. Boshqa narsa qolmadi. 5000 ta, bittada 5000 ta gras, ya'ni kesadigan bo'lsak, narsa bor-ku. O't chopadigan bo'lsak, bizga o'sha narsani beradi ekan. Zo'r narsa beradi, ko'rsataman. Hozir mana balonchalarni qo'yibdi. Balonchalarni ketma-ket joylashtirib tashlaymiz. Double fuellarni ham joylashtiramiz. 5 ruble bering. 5 rubuxmi? Qanaqa beraman? Hoppa. Large fuel ham betga joylashtiramiz. Veg bu narsa bizga kerak emas edi, lekin bang. Bo'lmadi, qo'yib qo'ydim. Da endi ketdi. Endi uzoqqa boramiz bolalar, chunki men ikkita large fuel qo'ydim. Soqqani kelishini qarang, dollarlarni. Qani, ukam, foto turishini qara. Bo'qsan, bo'q. Kim etdi ben? Nima aytyapman, ukam? Kim etdi? Nima? Tezligim qara 200 ga chiqib ketdim. Tezlik emas bu, sekundiga nechta ana chop. 5000 ta bo'lsa, 5000 ta bo'lsa unga o'taman. Voy bilat. 4800 bo'lib qoldi. Buni qaranglar. Bundan tagidagi ochilishi kerak 5000 ta bo'lsa. Hozir qaranglar. 5000 ta bo'lsa ochilishi kerak. 3 ga kelib qoldi buni qara. Voy bilat, super shredder ochilarga $2,5 ga. Anga pul kerak, benzin. Stokda benzin qomat bor ekan, lekin bu mustir benzin. Dang turamiz. Endi boraychi, endi yetsin de ish qilib. Dang. Faqat o'rga qarab yuramiz, bolalar shuni yetsa kerak.
Yetadi yetmaydimi? Yebsan-da yetadi ekan. Mojindan geldik. Уже 3000 bo'ldi. Давай, пожалуйста, 5000, iltimos. 5000. Oy! 5000. O ana 5200 ajib ketdi. 5200. Soqqa qancha bo'ldimi? Mana shu yerdan olib ko'ramiz. 2500 dollar pul kerak unga. Ochilganmi bu? Yok. Ochilibdi-ku. 2500 dollar super shredder. Vay be. Super shredder. 2500 dollar qilamiz. Boost ketdi yana. Ana stok bo'ldi, stok keldi, stok. 500 dollar kerak bizga hozir. Давай. Kan soqqani bosish kerak. Давай, 300 dollar. 400 dollar. 500 dollar. O 800 dollar. Yaxshi, yana 5000 ga keldik. Davay, bo'lishamiz. Bittaziga soqqa 3000 dollar pulimiz bor. Bunga biz nima olamiz? 3000 dollarga biz shredderdan yana bitta olamiz. Davay. Mana shredderdan olachi yangicha. O yaxshi. Stokda nimalar bor? Large fuel, strong shredder bor ekan. Super shredderdan strong shredder olamiz. Vay valla. Qani qo'ydim. Yebanlikning oxirgi turi. Bu nima? Qayerga qo'yib mana ham. Endi bu traktorda biznesi bo'ldi valla. Ko'rsam Afrika nima bu? Qo'rga qarab. Yaxshi, bo'lsa boshqa gap. Ha? To'xtab qoldimmi? Ha, o'zing bas turishing kerak. Ha, bu Afrika sekin yurar ekanda o'zi. Davay, ketdik avj biz sekin yurmaymiz, uchib yuramiz, uchib. Valla, zo'rligini qara buni. 5,5-6 da o'sha ana kesib bular. Короче bo'ldi. Endi solishtiramiz. Bu mana traktorni kimniki zo'r deb o'ylaysizlar, obunachilarga ko'ramiz hozir. Voy, bundan bunachi. Bunday yomon. Turun qilamiz. Короче, obunachilarga ko'ramiz. O, musturka. Kimniki bu? Faster usubi. Faster o'rniga uncha yaxshi emas, o'rtacha, zo'r emas, yomon ham emas. Bu Amerikadagi bu musir, g'irt musirlarning musiri, bu o'zlarda minadigan traktori. Bu ham zo'r ekan bu, ikkichangina, kichkinagina, Amerikadagi ham zo'r zot. Amerikadagi zo'r ekan. Bu kimniki? Traktor, traktor yo'q bo'lo, traktorni qarang, yuzligini. Oy, qanaqa traktor u? Valla, короче, mana shu obunachimiz traktor g'alaba qozondi. Ikkinchi o'rin. Narigi Fast o'ziniki, 3-o'rin mana bu bolaniki, 4-o'rin. Meniki 5-o'rin Amerikadagi. Amerika yutqizdi. Amerika yutqizdi valla. Короче, valla video shu joyda o'zini qasd etdi. Videoga like bosganlarga unutmang. Lekin traktor zo'r bo'lganligini o'zingizlar kommentariyada yozib qo'yinglar valla. Keyin ko'rishguncha.